Assalamu alaykum. Aziz yurtdoshlar, hurmatli ko'rurmanlar. Men Mag'firat Kamal. Bugun Uyg'ur Akademiyasi Akademiya suhbatiga xush keldinglar. Yana bir qaytim. Bugun suhbatimiz Uyg'ur binokorlik san'ati haqida bo'ladi. Yosh tadqiqotchi Bahram Sintash bilan bugun Uyg'ur binokorchiligi haqida, Uyg'ur binokorchiligining taraqqiyot ahvoli haqida suhbat olib boramiz. Ukam, xush keldingiz. Rahmat sizga, Mag'firat xonim. Xush keldik. Ekran oldidagi barliq qarindoshlar, yaxshimisizlar? Men bugun Uyg'ur binokorlik san'ati ham tarixi haqida qisqacha suhbatda bo'ldim. Bundan aytdim, mamnunman. Sizga ko'p rahmat bugun programmamizga qatnashib berganingiz uchun. Oldi bilan o'zingizni qisqacha tanishtirayotgan bo'lsangiz. Bo'ladi. Mening ismim Bahram Sintash. Men o'zim san'at kasbida uzun yil o'qigan, o'qish bitirgandan keyin shu vatanimizningki Şinjan televiziya stansiyasındaki san'at bir kanalida güzel san'at layihasi ham sahna layihasi bo'lib ishlagan. 3 yilda ishlagandan keyin şu jarayonda ham vatanda shu qurilish loyihalash, binokorlik studiyasi qurib o'z oldim qilib shunday qurilishlarni loyihalab, proyektlarni ilib ishlab kelgan. Shu 2008-yili Amerikaga ko'chman bo'lib ketdim. Shuni deyog'i Amerikadami. Gerçi binokor bo'lish orzuyim bor, binokor bo'lmoqchi bo'lsammi, lekin o'zimninki ya'ni shu san'at, go'zal san'at loyihalash kasbimni davomlashtirdim. Lekin shu go'zal san'at, binokorlik bo'lgan ishtiyoqim sababli bo'libmi o'zimizningki Uyg'ur binokorligiga davomli bu jihatda bilimlarni, kitoblarni egallab turdim. Shuning bilan boshqa dunyodagi boshqa millatlarning binokorligi ham bizning Uyg'ur binokorligi bilan yaqin keladigan boshqa madaniyatlarni o'rganib keldim. Albatta bir millatning binokorlik san'atining ahvolini bilish uchun boshqa millatlarning binokorlik madaniyatining ahvoliga qarash kerak. Sizning yozgan maqolalaringiz, ilk bo'lgan tadqiqotlaringiz haqiqatan bir qimmatli. Bu sohada Abdüşkür Mehmet Emin bizning olimimiz boshlab bergan yozgan nihoyat qimmatli materiallar bor. Bizning binokorlik madaniyatimiz nihoyat qadimgiga yana berib taqiladi. Ta hunlardan qolgan qo'rg'on madaniyatidan qaraydigan bo'lsakmi, binokorlik asosiyatdan hamda shakllanib bo'lganki, keyingi vaqtdagi binokorliklar qarasak, shu hul asosida taraqqiyotligini ko'ramiz. Ondan keyin köktürklerden qolgan ba'zi mazarlıklarning ahvollari, ondan keyin Uyg'ur xonligidan qolgan ba'zi mazarlıklar yoki ulardan qolgan qo'rg'on shaklidagi asar atiqlardan qaraydigan bo'lsak, asosan 4 bulum shaklida. Ama yana e'tiqod bilan birlashib ketadi bu binokorlik san'ati, yana millatningki madaniyat bilan zich birlashib ketgan. Bizda quyosh, oyni muqaddas ko'radigan ba'zi e'tiqodlar bo'lganki, shuning uchun bizning kigiz o'ylarimiz, oq o'ylarimiz asosan ham duglak, cho'ngliklarmi, penjirlarmi duglak bo'ldi ekan. Endi sizdan shu tarixiy taraqqiyot jarayonini asta-asta qandaq qilib, qaysi jihatlardan qandaq o'zgargan, nimalarni ifodalaydi bizning binokorlik madaniyatimiz yoki bu yerda san'at darajasi ko'tarilgachga bizgacha yetib keldi. Shuni davomlashtiryapmiz, shundaqmi? Binokorlikda hamda bir millatning san'at ko'z qarashi, go'zallik, estetik qarashlarini zich birlashib ketgan bo'ladi ekan. Shu san'at darajasiga ko'tarilgan, buning tarixini sizni anglaylik. Marhamat. Nayt yaxshi, sizmi yaxshi kirish so'z qildingiz bu binokorlik jihatda. To'g'ri, bu binokorlik bir millatningki qanchalik darajada madaniyatlanganligining bir simvoli bo'lib hisoblanadi. Shu millatning binokorlik asarlariga qarab turib, shu millatning qanchalik darajada madaniyatlanganligini belgilab ko'rsatib beradi. Hem binokorlik qarab shu bir millatning tarixining qanchalik uzunligini, ham o'ziga xos binokorlik shakl uslubini shakllantirganligiga qarab shu millatning
quyuq madaniyat ham o'ziga xos uzun tarixi borligini ko'rsatib beradi. Albatta insonlar shu birinchi bo'lib, ya'ni qadimgi davrda, ya'ni qadimgi jamiyat davrida insonlar albatta o'zini shu sovuqdan, yirtqich hayvonlardan har xil o'zini qo'g'dab, eng oddiy usullarda o'ziga bir chidir yoki mana g'or yoki bo'lmasa eng oddiy usullar bilan o'zini mudofaa qilgan bir yasaganda deymiz. Shunga o'xshash bu binokorlik xili bir zaman insonlar taraqqiy qilib xili bir bosqichgacha u san'atga o'zgarmaydi. San'atga o'zgargan vaqtda madaniyatlashgandan keyin san'atga o'zgaradi. Lekin shu bir vaqtlargacha insonlar amal va o'zini yashayotgan muhitida, mesela qumliq sharoitda yashaganlar qumliq sharoitga mos kelgan holda, qurg'oq sharoitda, yomg'irli sharoitda yashaydigan yomg'irli sharoitga mos holda ham o'zining bor materiallarini ishlatib turib, har xil bo'lsin, har xil uslubda o'ziga turalg'i yasaganda. Hem bu milletler, bu insan turkumununki o'ltiraqlishi yoki ko'chman bo'lishi yoki chorvachi bo'lishi yoki ovchi bo'lishi qarab turib, bu millatlarning uy qurilmasi yana farqli bo'ladi. Endi men siz bu degan bular bo'yicha men bir presentation tayyorlagan, shundan boshlab bir so'zlab mangay. Hozir xanım balıqı presentation'ı kirgiz qo'ysangiz. Siz kirgizalarga o'xshaysiz. Men ma'lum qilsam chiqarib aytadi. Siz shuni bilsan? Qayta qilishga to'g'ri kelgancha. Qayta. Okay, hozir kirdim. Ben mashini yo'g'antay. Hozir ekranda chiqyapti-mi? Ha, chiqyapti, naytaq chiqdi. Ha, yaxshi. Bu tarixini so'zlashdan burun Uyg'ur binokorligininki bizda qaysi madaniyat chemberiga tavalligimiz qarab turib, eng avval bu yerdan boshlashimiz kerak. Bu Uyg'ur binokorligida sharhlash uchun. Uyg'urlar madaniyat jihatda albatta binokorlikning shuning bir qismi. Madaniyat jihatda shu 3 chambarninki birikmesiga tava bo'ladi. Ya'ni Uyg'urlar O'rta Sharq bir chambar, ya'ni islom dunyosini asos qilgan O'rta Sharq, O'rta Osiyo, Janubiy Osiyoni markaz qilgan mush chambar asosliq mush chambarning ichiga kirdi madaniyati. Ya'ni mush chambar doirasidagi millatlarningki, mush doirasidagi millatlarda yaqinlik bor madaniyat jihatda. Yana birisi Uyg'ur madaniyatiga bir ta'sir qilgan madaniyat chemberi bo'lsa, Hindistonda asos qilgan Hindi dini, Budda dini, yine bu Hindistan'ın tarixine ait uzun, nurg'un dillar shu Hindistan'da barliq kelgan. Shu Hindiston, Janubiy Osiyo bu shu madaniyat chemberiga kirdi. Yana bir chambarak yana mavu Rossiya, Sharqiy Yevropa ham Türkiye, Kavkaz, Muşrayetki madaniyat chemberiga kirdi. Bu bekrek bo'lganda binokorlikda shu 3 chambarak asosidagi madaniyatlarningki yug'urilmasi anoniki bizning vatanimizda bizning o'zgacha binokorligimiz shakllangan. Bu bizim binokorligimizningki kirish nuqtasi mishani boshlab bo'ldi. Endi binokorligimizni endi shar'iylashga kelsak tarixini. Uyg'urlar albatta O'rta Osiyoninki Markaz Osiyo'niki nurg'un kengdagi territoriyalarda yashab kelgan bu tarixni hammamiz bilamiz. Uyg'urlar albatta o'zining tuqqanlariga o'xshash, ya'ni boshqa turk millatlarga o'xshash, o'zbeklar, turkmanlar, mo'ng'ullarmi hisobda bizning madaniyat chamberigimizga kirdi. Qozoqlar, qirg'izlar, qoraqalpoqlar degandek barliq O'rta Osiyo rayonidagi ko'chman millatlarning, ko'chman chorvachi millatlarningki madaniyatida o'rtaqlik borligini shu bizningki uy qurilmamiz qarablam belgil bo'ladi. Endi garchi Uyg'urlar hozir bizda chidir uy
altida yashaydigan birmi yurt yoki birmi nima yo'q. Bizda bir yurt yo'q. Yurt deymizmi? Bizda birmi yurt hozirgacha shu chidir ishlatmaydi. Lekin hozirgacha turk millatlarning ichida qozoq, qirg'iz, qoraqalpoq, turkman, xili nurg'un Turkiya, hatto Turkiyami o'z ichiga oldi. Anatoliya turklarini o'z ichiga olgan holda xili yaqin mezgilgacha shu chidir uyini ishlatgan. Hatto turk mayada o'tirib bir rasm bor, diqqat qilsanglar, bu turklar O'rta Osiyodan shu Anatoliyaga ko'chish jarayonida shunday choqliq chidirni ishlatib turib ko'chganda, tuvandagi rasm qarasanglar, bular turklar. Bularning to'miqi qarablam bizning keriyalik Uyg'urlarga o'xshaydi. Taqdirki, qarsa bir Uyg'ur o'tagandek turdi, bular chidirning ichida o'tagan. Agar hozir o'zimiz bunda bir tasavvur qilib boqaylik, Uyg'urlar nima mustaq chidir bo'lib to'xtab turinglar. I'm in presentation, sorry. Ask mom, okay? Uyg'urlarmi mustaq chidirning ichida yashagan holatni biz hozir tasavvur qilmaymiz, lekin biz tarixda mustaq yashagan. Nimishqa Uyg'urlar bu xil chidirni bag'ancha ishlatmay oxirida butun turmushidan chiqarib o'tgan deganda, biz shu barliq turk millatlar ichida eng dastlab o'rtaq turmushni, ya'ni bo'stonliqda muqim o'rtaqlashishni amalga oshirib bo'lgan. Boshqa turk millatlardan taxminan 1000 yildan 800 yil burungacha biz muqim o'rtaq turmushni shaharlashish shaklini shakllantirib bo'lgan bo'lg'achqa, bizningki necha 2000 yil burungi, taxminan 1000 yildan burun, 2000 yil burungi o'rtaq holatlarimiz. Masalan, biz mushtaq chidir uylarni biz qo'llangan, lekin biz turmushdan buni hozir biz chiqarib o'tdik, iste'moldan chiqarib o'tdik. Endi lekin mushumi bizning madaniyatimiz, bizning hozirgi binokorligimizningki ilmitlari texicha mushunda saqlangan. Masalan, hozirgi bizning uylarni, bizning qadimgi bizningki uylarimiz, yana hozirgi shu janubdagi yezlardagi barliq, masalan, barligi Turpandan tortib Xotangacha desak bo'ladi, barliq Uyg'urlarningki uylarida to'nglik bor. Bu to'nglik nereden qolgan degan vaqtda, shu qadimgi vaqtda bizning shu chidir uyninki ustida bir to'nglik bo'ladi. O'sha osmon ko'rinib turdi. Mayli qirg'iz, mayli qozoq bo'lsin, hatto Mo'ng'ul, barliq turk shu O'rta Osiyo millatlariningki chidirda bir to'nglik bo'ladi. Mush to'nglikni biz saqlab qolgan. Yine biz o'tiraq uy rasmiy ham kesakdan yapışıqdan sağgan bulaylı, öyün sağgan iken öyde bir to'nglikni saqlab qolgan. Bu shuningdek davomi. Endi bizningki men degan bir silishtirim bor, nayt qiziqarliq shuni qo'shib qo'ydim. Mala turkman av chidir uyninki qurilmasi yog'ochdan shunday yasaladi. Endi bu chidir uyini buni biz to'xtallar. Buni yurt deymiz. Buni odatda o'rtaq atalg'usi, biz chidir uy degan bilan buni o'rtaq xalqaro atalg'usi ham turk millatlar aro buni yurt deydi. Bu yurt hisobda bizning hozirgi yurtimizdagi yurt bilan nayt o'xshash so'z bo'lib, mush chidir baya odam o'tiraqlashadigan ma'la yurt degan gapda bizning mushundan kelgan hozirgi yurtimiz, yurt degan so'zlar. Bu yurt bularningki turkmanlarningki hisobda bizning 1000 yil burun biz yoki undan burun biz ko'chman yashagan vaqtlarimizni tasavvur qilsak, biz bunday uylarni ishlatgan bo'lishimiz mumkin. Garchi uning hech qanday hozir biz qo'limizda bir moddiy paket asoratik shaklda saqlanmagan bo'lsa-mu, lekin turkmanga o'xshash shunday turk millatlar bilan biz ona o'xshash turmush shaklini saqlagan burungi vaqtlarda. Shu bu qurilma biz shunday shakl bo'lgan bo'lsa, yana biz bilan nayt jiroq tuqqan desak bo'ldi, biz bilan bizning qadimgi ajdodimizningki bir parchasi bo'lgan Amerikadagi indiyalarmi mushu yurt shaklda xuddi biz lekin hozirgi turkmanlar yoki boshqa turk millatlarningki uy qurilmasidan oddiyroq shaklda, ibtidoiyroq shaklda, lekin o'xshash metod, ya'ni o yog'ochni egib ustiga tera yoki shoxshumba yepib turib ishigi, xuddi mashina barliq turk millatlariningki yurtiningki ishigi bo'lmishda, shunday bir uy yasaganda, demak bu xil uyning tarixi nayt uzun degan gap.
Yine Amerika'daki Indiyalar tahminen 10 ming yıllar burun O'rta Osiyodan Amerikaga ko'chib ketgan degan gap. Shu 10 ming yil burungi uyning qurilmasi bular Amerikaga ketgandan keyin saqlab qolgan. Lekin O'rta Osiyodagi o'zining qarindosh o'zining qadimgi ajdodlaridek texmi taraqqi qildirib bo'lmagan bo'lsa bu qurilmasi saqlanib qolgan degan gap. Demak, mushu uy qurilmasi oz degan 10 ming yil yoki undan uzun tarix ega. Demak, biz O'rta Osiyodagi Türk millatlar mush uy qurilmasini 10 ming yil yog'i davomli isloh qilib, taraqqi qildirib mush bosqichga kelganda, mushuncha o'lcham shaklga. Endi misha kelgan chog'da san'at paydo bo'ldi. Endi biz bu uyning qurilmasi qarab, nayt oddiyga, demak bu Uyg'urlarning qadimgi ajdodi Türk millatlar taraqqi qilgan millatmi? Nimishqa boshqa millatlarniki bu zamonlarda toshdan, har xil materiallardan nayt ko'rkam uy qurilishlarni sala olgan bo'lsa, nimishqa turklar mushta chidir uyda yashab qolgan deb savol so'rash mumkin. Bu uyning qurilmasi qarab turib, bizningki binokorlik madaniyatimizningki nayt qaloq ekanligini ko'rsatmaydi. Bu bizning turmush shaklimiz sababli mush xil uy shaklini tanlagan biz. Biz Türk millatlar, ko'chman millatlar bu bir joyda muqim turmaydi. Shuning uchun bu qurilmasi amaliyotda eng ilg'or qurilmalar hisoblanadi. Shu zamonningki ko'chman millatlar uchun bo'lganda eng ilg'or. Masalan, hozirgi zamonda biz chidir bozordan chidirlarni setib olib, tog'lar chiqib, sayohat qilib, qanchadan nayt tez qurg'ul bo'lgan chidirlarni setib olamiz, zamonaviy chidirlarni. Aş chidirlarningki mushu asli kelish manbasi mushunda bizningki uy qurilmamiz. Bularni nayt tez qurashtirg'ul bo'ldi, tez uy shakllantirg'ul bo'ldi. Bir joyda bir yil, yarim yil yashagandan keyin o'tni, suvni qo'g'lishib yashaydigan bo'lg'achqa chorchi millatlar yana bir joyga berib, yana bir tam qurdi. Demak, bu ishiltilishchanligi naytni yuqori mushunda bir xil uy shaklimiz. Bu bizningki nayt ibtidoiy emas, nayt ilg'orligini ko'rsatadi aslida. Am bu mush vaqt kelgan chog'da anadikin bara buni go'zallashtirish uchun insonlar mushlar chidir uylarning ichiga nayt go'zal mushundaq marasimga qarasanglar, nayt go'zal paloz, kigiz, gilam shundaq turmush buyumlarini ishlatib, nayt go'zal bizgan ham shu jarayonida o'zimizga xos naqsh qurilmalar paydo bo'lishga boshlagan. Masalan, Machidir uyning ichidagi mushkil naqsh qurilmalar mushu Türk millatlarning o'z oldiga shakllantirgan go'zallik qarashi bo'yicha chiqargan naqsh shakllar deb tushunsak bo'ldi. Yani bu uyda bir ailening yashaganligini o'ylasak, har bir qo'ygan narsalarning o'ziga xosiyaligi roli bor. Endi albatta bolalarni o'ylagan, buvaklarni o'ylagan, cho'nglarni o'ylab, ashning ichiga ashi bir aileni o'rinlashtira olgan. To'g'ri. Bu biz hozirgi zamonda mesela bizning Uyg'urlarning turmush uslubida biz qonun ustida bir oila bo'yicha biroq yotadigan nisbata qil hozirgi yaqin zamonda davomlashtirgan karvatning ustida yetib bunda qilmaymizda Uyg'urlar. Mushimi chidir uydan qolib qolgan. Shu zamondami chidir uyning necha eg'iz uy yo'q, faqat birlam uy. Buning ichida barliq oila a'zolari biroq mishani foydalanib tang yetib qopidi. Ham buning ichidagi buyumlar hammasi o'zi bu chidir uyning ichi uncha kam bo'lmaganligi uchun ham bu buyumlarni bek yo'g'on yasab olmaydi. Chunki ko'chida bu ko'chman millatlar. Shuni hammasining ishitilishiga ayt yuqori ashunda apchil buyumlar endi ashunda. Shu demak bu chidir uymi bizning madaniyatning bir qismi. Shuning uchun Uyg'ur binokorligini so'zlagan vaqtda garchi biz hozir chidir uyni iste'moldan qoldirib o'tgan bo'lsak-mu, amaliyotda bizning eng burungi uylarimiz chidir uydan kelgan. Endi Uyg'urlarningki o'ltiraqlashish tarixini so'zlaganda bizning nurg'un tarixchilarimiz Uyg'urlarning tarixini nayt uzun surdi. Bo'libmi mush tarim bo'stonligini, yana mush tarimda eng uzun hisoblagan chog'da yana bizningki eng qadimgi xarobilik o'rinlar, masalan, Kroran, Miran, mush rayonlardagi qizilmalar, yana asar atiqlar ham momiya bo'lib ketgan, qurib ketgan jasadlarning tarixini sursa,
az deganda 6000 yıl burun insanlar şu Taklamakanda yaşashga başlagan. Demek bizningki Uyg'urlarningki nurg'un tarixchilar shunday e'tirof qiladi. Uyg'urlar faqatla mush Taklamakan bo'stonligida yashamagan. Uyg'urlar ham Taklamakan bo'stonligida ham shu o'zininki nimiz shu yurtining shimol tarafi, ya'ni Altay, Sibiriya, shu Mongoliya tarafdagi O'rta Osiyoninki shu bo'lak rayonlaridami yashagan. Uyg'urlarning yashash doirasini keng yashagan deb qaraldi. Shunga bizning bir bo'lak Uyg'urlar, ya'ni Uyg'urlarning bir bo'ligi Taklamakan bo'stonligida yashagan vaqtda buninki bu uy qurilmasi obiq chidir uyga o'xshamaydi. Bu uy rasmiy bir yerda o'tiraqlashgan holat, ya'ni mush yerda chorchilik, ovchilik ham qisman teriqchilik holatida bir yerda muqim o'tirishga boshlagandan keyin Uyg'urlar qanday uylarni yasagan degan vaqtda bu uylarning qurilmasi nihoyat ilg'or. Garchi bu uylarning shakli unda go'zal bo'lmagan bilan bu uylar o'sha uy silish metodi bo'yicha nihoyat ilg'or uylar hisoblanadi. Qanday degan vaqtda atrofida qanday material bo'lsa shu materialni ishlatib soladi insonlar. Unda o'zininki orzusi bo'yicha qumliqdan tosh izlab tosh bilan sog'lamaydi. Qumliqdan yo'g'on daraxtlarni ekib kesib ko'rkam naqshlik uy sog'lamaydi. Albatta qumliqda uchraydigan shunday shoxlar, chiviqlar, qisqa yog'ochlar, har xil shu topqil bo'lgan materiallar bilan yog'ochlarni, chiviqlarni to'mroq yog'ochlarga to'qib, xuddi sivat to'qiganga o'xshash tomni to'qib chiqaradi. To'qib chiqarib bo'lgandan keyin albatta seg'izlaydan shu suba ko'chak bo'yidagi laylarni ekib tomga suvab, ma rasm qarasanglar, mush to'qigan tomni yog'och chiviqlar bilan ustini lay bilan suvab tom etadi. Endi mush qurilma garchi ma'vu naytib oddiy yasalgan bilan mush qurilma toki Amerikaninki shu uylarida, yog'och uylarda hozir yaqin mezgilgacha, 100 yil burungacha qo'llangan o'xshash metod. Garchi go'zallik jihatdan sal kam bo'lsa-mu, lekin o'xshash metod. Ya'ni Amerikaning uylarimi yog'ochdan yasaladi. Cho'ng lim yog'ochlarga inchigrak qisqa chetiq yog'ochlarni mixlab bo'lgandan keyin arashtirga, lekin baldoq yog'ochlarni mixlab, u yog'ochning ustiga anandan keyin simot yoki boshqa shunday qetishma materialni surib yoki gajni surib tom yasaydi. Bu o'xshash metod amaliyotda, lekin nima jihatdan, ko'rkamlik jihatda Amerikada yog'och ko'p deylik. Texnika ilg'or. Shuning uchun bag'ancha insonlar taraqqiy qilgancha u uyning ko'rkamlik darajasini oshira oladi. Material yetishlam az insonlar har ko'rkam narsani yasay oladi. Material kam bo'lsa amalsiz. Demak, qurilma jihatda, ilg'orlik jihatda Amerikaniki 100 yildan oldigacha bo'lgan vaqtgacha ishlatgan metod bilan o'xshash. Lekin endi hozirgi zamonda tomlarni gej taxtay bilan ulaplam yasaydi hozir Amerikada. Albatta zavoddan chiqargan gej taxtaylar, lekin undan burun mushkil uslubni ishlatgan Amerikaliklar. Endi bu ilg'or amaliyotda, lekin bu ko'rkam emas. Ko'rkam emas, insonlarning ishlatilish chog'iga ta'sir mos kelgan. Bu yerda yashaydigan, bu qumliqda yashab, bu bo'stonlik qilib o'zgartgan bu insonlarningki turmushiningki nimasidan, ehtiyojidan chiqsalam, bu bir uy bo'ladi. Ular bu uyni nihoyat ko'rkam, nihoyat go'zal yasashni nishon qilsa, u joyda bu shaharlashgan insonlar, shaharlashgan bizningki ajdodlarimiz ashuna ko'rkamlikka o'zgargan, lekin mushta bo'stonlik ichida kichik mahalla, kichik to'plum bo'lib yashagan insonlar mushundaq o'ziga mos keladigan ishlatilishchan uylarni ishlatib necha ming yillab, ya'ni 6000 yil burungi uy qurilmasi mush bo'lsa, tak hozirgacha mushkil uylarni ishlatib kelayotgan bizningki janubda, ya'ni Xotan viloyatining Keriya noyisiniki qumliqning ichiga joylashgan uylarda, yurtlarda mushundaq uylarni ishlatadi. Hatta janubdagi nurg'un yurtlarda xili yaqin mezgilgacha shundaq to'qib chiqargan tomlardan tomni etib yasagan uylar ishiltilayotgan uylar bor edi. Lekin hozir Xitoy mana shundaq
qadimgi yurt, qadimgi mahallalarni hozir chiqib, bu uylar bularni ko'chirib, bizniki necha ming yil davom etayotgan o'ltiraq holatimizni o'zgartirdi. Buni oxirida so'zlayman. Mana suratning yon tarafida qarasanglar, bu Kiroran qadimgi xarobisidagi qolib qolgan bir qabrininki qurilmasi bo'lib, bu qurilmada bir uy shaklida yasalgan. Bu yerda qarasanglar bir qulvoq bor. Bu yog'ochdan yasalgan qulvoq. Bu yerda qarasanglar badir deb qo'yamiz, yog'ochni shundoq qumga tiqib tam yasagan. Hozirgi mush uylarlar, mush qurilmalarda o'rtaqlik bor. Demak, shu davrdan hozirgacha insonlarning yashash nimasi o'xshashlik ekan. Qadimda texnomakan naiti suluq yashashga mos keladigan joy bu edi. Keyin to'g'ri, borgancha andan keyin havoninki qurg'oqlashishi, qumlashishi bilan o'zgarib ketgan bo'lsa-mu, lekin insonlar, Uyg'urlar mushu joyini tashlab ketmay, hozirgacha yashab kelayotgan necha ming yil shu o'zininki yurtida yashab kelyapti. Qaysi masalan Xotan bilan Qashqa bilan yoki bilan o'sha yashayotgan bizning ajdodning hammasi necha ming yil, 6 ming yil, 5 ming yil dunyoga yashab kelyapti. Herkes 5-6 ming yil burungi insonlar, boshqa millat biz keyin ko'chib kelgan emas, ashlar bilan biz davomiy deb to'g'ri deysiz. Burun aşı nemiga borgan lop borgantimchi, o'sha Tarim daryosining bo'yiga borgan, haqiqatan ajoyib chiroyli bo'stonliklar bor ekan, u yerda cho'lning ichidalar. Ve u yerda Dongpotan degan bir mahalla bor ekan, o'sha mahallada shu xalqning uyiga kirib o'tirib choy ichib qildik. Shu qumushdan, siz degandek qumushdan yasagan o'sha tamlar. Shunchalik salqin o uylar, qishda hamda qumliq bek ketib qoldimi? Mana şekilde qilishning sababi mi? Issiqdan saqlanish kerakda. Nayt salqin bo'ldi ekan. Qishda nayt issiq bo'ldi ekan. O jihatdan ham shu geografiyaga qarab turib, nayt ilg'or texnik bilan selingan desak bo'ladi-da. Hamda shu makondan chiqqan materiallar bilan sog'an, ama bu iqlimga moslashadigan, undan keyin issiq, sovuqni tangshaydigan, shunday naytimi yaxshi ko'rgandim men. İçine nayt keng bo'ldi ekan bu uylarning. Ve hazırgacha xalqimiz aşı öylerde oturup kevatatdi. To'g'ri. Siz to'liqlab berdingiz, prezident menaki so'zmoqchi o'g'limni. To'g'ri. Buningdagi havo klimatga nisbatan bu uylar naytni yozda salqin, qishda issiqlikni saqlay oladigan shu Uyg'urlar o'zlari xohlab, o'ziga eng mos kelgan mush muhitni topa olgan material orqali eng unumli yasay olgan uy qurilmasi shu uslubi desak bo'ladi. Hamda Uyg'urlar ma'lum texnomakonning ichki qismida joylashgan daryo bo'yi kanitidagi ko'rinish, to'g'roq, mush daraxtlardan bu daraxtlar noyatli tuz emas, yog'ochlar shunda qisqa. Bu yog'ochlar orqali umumiy texnomakonda daraxtlarni undaqcha kesib uy yasashni yashagan bizning ajdodlarimiz xohlab ketmaydi. Chunki bu daraxt shu hayotlik degan gap. Shunga bu materialdan eng unumli foydalanib sala oladigan uy shu. Bu yerda turib insonlar tasavvur qilib unda uy orzusidek uylarni yasash kerakmi emas, ham imkoniyatmi yo'q. Shunga bu uylarni qaloq tugilmaydi. Lekin bu yer bir gap qilib Xitoylar shu bizni night kamsitgan bo'lg'ashqa, shunda nurg'un tarix mushalarga yaqin xabarlarga asoslangan chog'da Xitoylar mush texnomakan ichidagi Uyg'urlarniki mush mahalladagi Uyg'urlarni ibtidoiy insonlar deb atagan gap. Mush uylarning shakli qarab night qaloq ekan bular ibtidoiy gap deb. Bu bir millatni kamsitishga kirdi. Biz mush haqida nurg'un videolik xabarlarni ishildik. Shuningda bu biz isbotliqki Uyg'urlar mushuni o'zi yoqtirib, orzu qilib, necha ming yil davomlashtirib kelayotgan yashash uslubi. Buni o'zgartsa, Uyg'urlarning madaniyatini bir aqlam yildizidan qumurayotganga baravar. Ve Uyg'urlarning yashash holatini o'zgartirish bir insonning madaniyatini o'zgartirishga eng chong buzg'unchilik hisoblanadi. Endi Uyg'urlardagi xomkesak uy qurilmalari. Biz Uyg'urlardagi eng umumlashgan ham eng ko'p uy silish materiali xomkesak. Bu xomkesaklarni hozirgi yaqingi davrlarga kelganda pishqishdan yasalgan uylar ko'payadi. Lekin xomkesak uy qurilmasi butun Uyg'ur yurtidagi, Uyg'ur diyoridagi, Uyg'ur elidagi barliq uylarni
yine bizniki boğularımızınki çoğlarının öylerini yezden tatıp şehirgiçe ham kesekten sağan. Hatta ham kesekten oturak öylem emez mescitlerini başka şu çoğun kuruluşlarını bu ham keseklerden faydalanıp sağan. Hem bu ham kesekninki nime için ham kesek tallaydı diye vakitte yine okşaş Uygurlar'ın yurtlarda Uygurlar öyselişte bu şu muhitka en maslışıp durup yani şu muhit bulgumaydıgan en ilgarlık mesela hazırkı zamanı nispeten bu şu naitli yeşil öyseliş desek buludu. Bu şu muhitka maslışıp durup yaşaydıgan biz millet boğalımız için ta ki burun çarıkçılık devrimiz, oğuçluk devrimiz tatip hazırkı bu bostalıkta yaşayan şu muqim oturaqlıştırgan şekilde özgergenden tatip hazırgıça biz muhitga ait maslaşıp yaşadık. Demek muhit tapqıl bo'ladigan narsa orqali uy sep keldik. Ham kesekdan uy silish Uyg'urlarga xos emas. Bu dunyodagi nurg'un joylarda ham kesek uy silish bir o'xshash metod, ya'ni o'xshash uy silish uslubi. Yo'llarni ko'p qurg'oq yerlarda bu to'g'ri dedim. To'g'ri, qurg'oq yerlarda muşlaq ham kesek uylarni silish rol ko'p. Sababi ham kesek uyninki birisi silish bir qadar oson bo'ladi. Yana birisi yana o'xshash yozda salqin, qishda issiq bo'lish roli bor. Ya'ni tomdan havo o'tishidir. Tomdan havo o'tishidir. Bu bizningki bizning bu muhitimizga toshdan yoki boshqa materiallardan uy savasak yoki masalan ba'zi yevropaliklarga o'xshash butun yog'ochdan uy savasak bu mos kelmaydi. Bizga mana qurg'oq muhitga mos keladigan shu qurg'oq muhitning o'zininki material bo'lgan to'pini, samanni birlashtirib, ba'zida buni pishiqligini, buniki qetishchanligini yuqorilatish uchun tuxumlarni qo'shish orqali buni qetishchanligini oshirib, lay yasab, samanni qo'shib kesak yasab, ana shu kesakni tizib, ham kesakni uy yasaymiz. Bu hamma yerda bor. Bizning yurtimizda qaysi yurtlarda o'xshash. Mayli Turkman, mayli Qashqar, mayli Xotan. Endi bu ham kesak uyninki bir kamchiligi. Garchi bu Uyg'urlarga hech qanday kamchilik bo'lmasa-mu, endi bizning tariximizga nisbatan bir kamchilik bo'ladi. Masalan, boshqa madaniyatning qurilishlarini xishdan ko'pincha grant toshlardan, ya'ni grant toshlardan uy silishning tarixi necha ming yilga boradi. Nurg'un necha ming yil burungi boshqa millatlar grant toshdan uy solgan. Demak, ularning qurilishi hozirgacha nihoyat muqim shaklida saqlanib qoladi. Lekin bizningki ham kesakdan solgan uylarimiz yoki cho'ng qurilishlarimiz vaqtning o'tishi bilan, shamolning yolishi bilan ham kesakni uvladigan bir nimasi bor-da, kamchiligi. Shunga uvlib, yomg'ir suvida ezilib yo'qolib ketadi. Lekin bu Uyg'urlarning turmushiga hech qanday avorchilik qilmaydi. Chunki Uyg'urlar ham kesak tam bir yer uvlib ketsa, akaplam lay suvaqlam tuzib oladi. Turmushiga ziyonli emas. Lekin bu uyni ishiltishdan qolib qolganda yoki bu uy tashlandiq uy bo'lib ketgan vaqtda o tosh bo'lmagani uchun, xish bo'lmagani uchun vaqtning o'tishi bilan uprab yo'qolib ketadi. Demak, Uyg'urlarning ishiltilishi bilan foydali, lekin tariximizning saqlanishiga nisbatan ham kesak uylarning bir kamchiligi shu, boshqa millatlarga qaraganda. Bu endi Uyg'urlarning binokorlik tarixidan qaragandimi, tabiat bilan moslashib ketgan ekanda. Bizda tabiat o'zgartiradi deydigan ko'z qarash yo'q-ku, endi bu bir sarangliq. Tabiatni o'zgartib, tog'ni yo'tkab deganga o'xshash narsalar Uyg'ur madaniyatida yo'q. Chunki tabiatning bir parchasi deb qaragan Uyg'urlar o'zini qadimgi e'tiqodidan qaraganda shunda. Shuning uchun tabiatning ato qilgan narsalarning hammasini foydalanish, tabiatga ko'p paskinchilik qo'ymaslik, hozirgi da'vatimizga muhitni bulg'amaslik, muhitni bulg'aydigan narsalarni saqlanish degan ta'kidlanadi. Chunki dunyomiz paskinlashib ketdi. Ama Uyg'urlarninki turmush odatlaridan qaragan vaqtimizda isrofchilikka qarshi turish, uning shu binokorligidan qaragan vaqtida tabiat bilan moslashib ketgan, tabiatning bir parchasi deb qaraganligini o'zlarigacha tabiatga yuk, eg'irlik solmasdan ashundaq birlashib ketganligini, ya'ni shu binokorchilik san'atidami, madaniyatidami ko'rib olgan ekan. Sizcha shunday? To'g'ri. Masalan,
hamkesak bilan pishqishninki ikisini solishtirsak, hamkesakda hech nol darajada muhit bo'lmaydi. Yine hech qanday muhit bo'lmaydi. Hamkesak uvilib ketsa, yana tuproq bo'lib ketadi. Pishiqish shu uni xumdanda ko'ydirib, uni qattirib emasmi? Demak, bu karbon 4 oksigenni osmonga qo'yib turdi. Demak, bu muhitni bo'lmaydi. Demak, pishiqish chidamchanlik bo'lgan bilan muhit bo'lmaydi. Lekin qadimgi zamonda muhit bo'lgan uniga hisoblashib o'tolmaydi. Lekin hozirgi zamonga nisbatan pishiqish muhit bo'lganda, hamkesak muhit bo'lgan desa, hamkesak muhit bo'lmaydigan eng o'lchamli tabiatni, ekologiyani qo'g'daydigan ham material. Demak, bizning yurtimizning ekologiyasini, bizning turmushimizni necha ming yillargacha biz qo'g'dab, asrab kelgan. Tabiiy holda, abay siz deb o'tgandek, shu tabiatga yaqin bo'lib yashaganimiz uchun. Endi men yana bir nihoyatda qiziqarli bir o'qitish bor. Marakash degan Afrikaningki eng g'arbidagi bir arab millati Marakashliklar bu. Uyg'urlar O'rta Osiyoning markazida. Bu orliq oz deganda 7000 da 8000 kilometr orliq jiroq. Demak, necha davlat tashlanib orliq, necha davlat jiroq bizdan-da, necha orliqimiz. Hech qanday bog'lanish, masalan, bular bizdan nihoyatda o'xshash bo'g'idek bizning qo'shnimiz emas. Bular bizdan bek jiroq. Lekin mush Marakashliklar bilan Uyg'urlarningki binokorligida nihoyatda o'xshashlik bor. Yani Marakashning ba'zi yurtlarni ko'rsa, Qashqarningki ash ko'chalar kelib qolgandek bo'ladi. Endi men hamkesakni solishhtirish uchun men hamkesak Marakashninki nihoyat go'zal, xuddi Qashqarning ko'chalaridek nihoyat go'zal qurilishlar bor. Lekin Marakashninki shunday hamkesakdan sog'an qurilishni qarasanglar, ma bu Turpan, ma Marakash. Buni da ikkisi uqmalarda men Turpankan deb qo'yish mumkin, lekin emas, bu Marakash. Ma hamkesak Uyg'urlarning hamkesagi o'xshash, lekin bu Marakashning hamkesagi. Ma bu Marakashning bir shahri, ma bu Turpan. Bir yurtdan mala, ma bu Turpandagi mala. Bu hamkesakda yasalgan nima Marakashninki muhiti nima uchun bu yerda madaniyatda o'xshashlik yaqinlik bor deganda, Marakashning muhiti shu bizning vatanimizning muhiti o'xshash. Qurg'oq, shunday bir muhit. Shuna bizning Marakashninki o'rtoqlik ko'p bo'lishi sababmi? Xuddi abay degandek muhitga moslashib yashagankin biz Marakashliklarimiz shu qurg'oq muhitda ham material oz, daraxt oz, uni yasaydigan imkoniyat oz. Shuning uchun muhitga singib turib yashaydi. Bizmi shunday yashagan o'rtoqlik bor. Hamkesak orlig'imiz necha ming kilometr jiroq bo'lsa-mu, dunyodagi nurg'un millatlar hamkesakdan necha uzun yil, necha ming yildan tortib ishlatib kelayotgan eng unumli ham material, uy soladigan qurilish materiali desak bo'ladi. Endi Uyg'urlarning hamkesak uyninki endi Uyg'urlarning abayqi quriblarni dedik. Endi Uyg'urlar bara-bara o'xshamaydi. Yeza bilan shahar o'xshamagan imkoniyatlar, mablag', hamma talab qiladi. Demak, Uyg'urlar agar bir millatga, har qanday odamga sharoitli bo'lsa, uyni texmi ko'rkam, texmi chiroyli, texmi go'zal san'atni qo'shib turib yasaydi. Uyg'urlarningki abay ko'rganimiz san'atdan bir qadar jiroq uy qurilmalari bo'lsa, mana bu hozirgi uy qurilmalari hammasi san'atli. Demak, imkoniyat bo'lsa-ham soladigan gapda, shuning uchun bu shahar muhitida yashagan, bunda texmi o'yli aromlik, peshayvonlik uy qurilmalari sog'an bizningki millatimiz, ajdodlarimiz hozirgi kungacha shunday nihoyatda ko'rkam yog'ochdan, pishiqish, xomxishdan foydalanib, shunday go'zal ayvon saroylik uylarni sog'an. Buningda qarsanglar, mushu qurilish uslublarining hammasi Uyg'urlarningki o'z binokorlik uslub qurilmalari, detallari ham buningdagi naqshlar Uyg'urlarning o'zininki oz kam 1000 yil yo'qi davomlashtirib kelayotgan uy qurilmalari bu yolg'iz Uyg'urlar emas, O'zbek, yana boshqa Eron,
shu bizning madaniyat chambarikimizda da qabay shuningga tava millatdagi bu o'rtaq bo'lgan qurilish uslublari. Endi Uyg'urlarningki shu Peshayvon haqida biz so'zlash kerak. Uyg'urlar Peshayvonlik uyni turishda o'rtaqlik ega bo'lib, Tangritog'ning janub shimoli hamma yerdagi Uyg'urlar Peshayvonlik uyda yashashni yaxshi ko'rdi. Buning sababi men shu muhitga yaqin bo'lish. Chunki shu Peshayvon bo'lganda, chunki bizning vatanimizda kunning tik tushishi uzun. Ya'ni yomg'ir oz, havo qurg'oq bo'lgani uchun bizda kun uzun vaqt tushib turdi-da. Shuning uchun bu yozning kunlari uyning ichida yashab olmaydi. İnsanlar shamaldab turish uchun teshib yashashni yaxshi, uyning oldida chiqishni yaxshi ko'rdi. Lekin kun nayti tik tushgachga shuning uchun bir Peshayvon kerak bo'ldi. Bizning muhit yashaydigan bizga o'xshash millatning. Shuning uchun bular Peshayvonni umumli ishlatgan ham Peshayvonning qurilmasi uyning ichidagi zinnatga o'xshashlam nayti ko'rkam, nayti chiroyli yasagan. Albatta bir uyni chiroyli yasagan ekan. Bu uyninki ko'rkamligini teshig'i namoyon bo'lib turadigan taraflari Peshayvonlardan bo'ladi. Shu Peshayvonni nayti ko'rkam yasagan. Albatta Abay deganga o'xshash qurg'oq muhitlarda qurilish materiali kam bo'lsa, endi biz o'tiraq muhit yashagan ekan, yog'ochlarni ta'minlaydigan uzun terak yog'ochlarni Uyg'urlarning barliq yog'och uylari terak yog'ochni ishlatadi. Terak yog'ochlar bor, shulardan foydalanib qanchalik imkoniyat bo'lsa shunchalik darajada ko'rkam soladi. Uyg'urlar pul topsa, jiq bo'lgan uy soladi. Andan keyin Uyg'urlar Peshayvonlik uy bo'lsa, eng oddiy shaklda to'rik yasab, üstünü yiplam addi Peshayvon yasasa, aldıqaraq Uyg'urlar nayt ko'rkam. Xuddi masjidlarning qurilishlardek darajada apirib ko'rkam Peshayvonlik uy soladi. Yaqinda vaqtlargacha nayt boy bo'lgan Uyg'urlar bu boy bo'lib ketdi, men bek madaniyat ish ketdim deb boshqa shahar uy, bino uylarni emas, yana o'zininki Peshayvonlik uylarini texmi ko'rkam. Mana qarasanglar, mana o'xshash nayt naqshlik yuqori Yunar bilan nayt ko'p mablag' ham xom materiallar bilan qishlarni uyib turib, shundoq ko'p nayt nurg'un qo'l yunar ketgan shundoq uylarni sep, shundoq uyning ichida yashashni orzu qildi Uyg'urlar taraqqisa, shaharlashishdan qaraganda shundoq o'ziga xos yezi turmush, o'ziga xos turmush shakliningki nima deymiz? Bayashot holatiga opirdi. Masalan, luxury deymiz inglizchada, hamda Uyg'urchada masalan pul topsa, shundoq hashamatlik darajasininki ifodasi qanchalik ko'p naqsh, qanchalik ko'p qo'l yunar ketgan bo'lsa, aniki hashamatlikning ifodasi bo'ladi. Hargiz boshqa millatga o'xshash bizning millat undaq hashamatlik oy sayminga, nayt qimmat markalik narsaga uning emas, qanda qo'l yunarda qanchalik ish ketgan bo'lsa, shu hashamatlikning ifodasi bo'lib, qancha pul topgancha uyni shundoq texmi naqshlik soladigan gap. Shu Uyg'ur ben shu hozir shunchalik bir san'atni ko'ryapman, san'at bilan binokorlik birlashib ketdi degandik boya. Taraqqiyot, madaniyat deganlik bir yerda jim turadigan narsa emas-ku, endi madaniyat davomli taraqqi qilib turadi. Ham iqtisodiy kuchiga tayinib hamda xalq madaniyatni taraqqiy qildirib turadi. Iqtisod taraqqiy qilgan, madaniyat taraqqiy qildi. Shu naqqashchilik, o'ymachilik bu hamda nihoyat qadimgi bizning tariximizga binokorchiliklarning hammasida bor ekan. Uyg'urlardan qolgan tam rasmlar var masalan. Buddizm davriga oid Uyg'ur xonligidan qolgan şu resimlerde allaqachon Uyg'ur binokorchiligininki shakllanib bo'lganligini, uningki san'at darajasiga ko'tarilganligini ko'ramiz. Shunaqa, undan keyin Toshkemir san'ati nihoyat mashhur Uyg'urlarniki. Masalan, Mirandan tepilgan bir tayliqi 1910 yillari g'arbliklar kelib tatgan rasmlarga hozir ham o yerlarni tepish tasamdi yo'qolib ketgan bo'lishi mumkin. Shu rasmlardan birisida meni diqqatimni chekkan bir shuncha uzun bir koridor, yerim qumning ostida qolgan,
ikkidan çürük var, shunchalik hashamatli çürükler var. Uyg'ur davridan qolganda 1000 yil burungi binokorchilik. Mushu çürükler, aşı ishlangan naqshlar, aşı pasondamdiq shu hozirgacha yetib kelgan. Endi hozir men ko'rsatgan uylarimiz haqiqatan bakmi chiroyli bo'libmi 2000 yillardan keyin xalqimizning qo'liga ozroq pul kirgandan keyin siz deganga o'xshash estetik jihatdan töven binalarni, tüptüz binalarni silishning o'rniga hamma odam o'zining milliy kimligini, milliy madaniyatini texmo ko'rsatishga tirishdi. Shunaqmi ko'rsatishga ko'rkam o'ylarni soldi. Bizning o'yiqlarimizning ishlanishi, kichik tekchilar deb qo'yamiz. Shularning naqshlik bo'lishi, undan keyin jamilarimizning, mazarlarimizning, maqbaralarimizning, ibodatxonalarimizning qadimdan tortib o'ylarimizning shu naqsh bilan bo'lishi bu xalqning san'atga bek xuma bir xalq ekanligini va qo'l hunarvanchiligi deb qo'yamiz. Uningga nihoyatda ahamiyat berganligini ko'rsatdi. Shuning ifodasi bo'lish kerakmi? Shunda men so'zlab shu kelman. Buningda shu siz nihoyatda to'g'ri nuqtalar dedingiz. Uyg'urlar bek sharoit bo'lsa san'atga nihoyatda amroq o'z madaniyatini nihoyat ko'rkam san'atlashtirgan millat. Mush uy qurilmasidan bilgi bo'ladi. Endi bundan o'tib uyning ichki zinnatlari qarasaqmi, uyning ichini, teshini qanday go'zal yasagan bo'lsa, imkon sharoit bo'lsa, uyning ichini shunday nihoyat ko'rkam, go'zal, nihoyat chiroyli. Bu qurilishlar qarasa, bu uyning zinnatlash qarasa, bu islomcha ham hindicha, biz dedik, biz ikki chambarakning asosida madaniyatimiz shu chambaraklarga tabi. Bu qurilishlardagi tekchilar qarasa, bizning qadimgi Budda degan e'tiqod qilgan vaqtimizdagi shu xil uy silish, uyning ichini zinnatlashga shu qolib qolgan bo'lsa, yana bir xil naqsh qurilma mikroblardan bizning islom diniga e'tiqod qilgan dinga o'zlashtirgan go'zallik qarashimiz bo'yicha o'zlashtirgan zinnatlash qo'shilib birlashib ketgan. Ham qadimgi bizning endi madaniyat chambaragidagi Budda diniga e'tiqod qilganimizki uslublarni saqlab qolgan. Mesela bizde güzellik yuğurulgan. Night ko'rkamda bu gejdan yasaydi, yog'och o'yma qiladi, gul naqshsizidi. Night güzel. Boshqa millatlarga qaraganda uyni eng bezaydigan millat Uyg'urlar deb qarasak bo'ladi. Bizning Türk millatlarning ichida Uyg'urlar eng uyni night ko'rkam bezaydigan millat. Sharoit imkon bo'lsa. Endi qarasak, bu nihoyatda o'zgacha qiziqarli. Bizningki G'ulji atrofida yashaydigan shimoldagi Uyg'urlarimiz Ruslarninki uy qurilmasini Uyg'urlarning uy qurilmasiga o'zlashtirib olgan. Lekin bu yerda hargiz ko'chirib akagan emas, o'zlashtirgan. Nima ish qilganda obaydidoq bizning madaniyat yiqilishadigan taraflarimiz bo'lganligi uchun bizningki madaniyatimizga nihoyat to'g'ri o'lchamlik yo'rilindi. Mau Ruslarning qurilishi, mau G'uljidagi binokor ustalar solgan taxminan oz kam 200 yil atrofida Uyg'urlarga madaniyatga singib kirib ketgan qurilma. Ruslarniki o'xshash. Lekin men naqshlar bilan Ruslarniki ishlatgan naqshlar bizning naqshda o'xshashlik bor. Bu naqsh mush Qashqardagi masjidlar, hitqalarda ishlatgan naqshlarga o'xshash. Demak, biz Ruslarniki madaniyatini nimishqa yoqtirdik? Bizga yiqilishadigan, madaniyatimizga singishadigan bo'g'ashqa bizga kirdi. Mishada bir narsani deb o'tishga bo'ladi. Biz mayli Eron, mayli Hindi, mayli Arab, O'rta Osiyo madaniyatini o'zimizga nihoyat obdan yuqori oldik. Nimishqa bizning yenimizda Xitoy yashaydi, Xitoy madaniyatini birta o'zimiz madaniyatga kirgizmadik. Chunki bu yugurilmaydi, yana singmaydi. Bizning Xitoyning qurilmasini bizning hech qanday naqsh, go'zallik qarash ham uy qurilmasiga singdirgul bo'lmaydi. Shuning uchun garchi biz Xitoyning qo'shnisi uzun mazgil yashasaqmi, lekin biz g'arb tarafdagi mayli Yevropa, mayli O'rta Sharq, mayli Hind bo'lsin, shularning madaniyatini bizga yuqori oldik. Biz bir madaniyat chambari. Madaniyat chambariga nihoyat muhim narsa.
Muş medeniyet çemberinde biz Xitay medeniyet çemberge bulmaganlığımız üçün Xitay bizni adıgıç aslamasiya kılamadı. Demek Uygur'un bütün medeniyetini çıkıp, kuruluşlarını çıkıp, hemen nesine, nakşımızı, usul, hemen dinini özgür, ben de küçüsü mü? Biz onu maskemeyimiz, kilip uçuşmayımız. Mesela programımız okşmaydılar da. Bular maskemeyimiz. Şuna biz özgürtemeydi bizni. Elbette Şarkı Asya medeniyet çemberi gibi, Japon, Kore, Xitay, Şarkı Janubi Asya'daki bazı devletler, ular bir medeniyet çemberi ki. Biz o medeniyet çemberi emas. Biz abayda ötkende 3 medeniyet çemberiler yuğurulduğun millet. O başka, buna Rustan'ın kurulması ki muşikul nesler, emniyette, Jirak kadimki zamanda, bizning ortak medeniyet çemberimiz boyunca, ular bizim ağam, biz ulardan ağam, şuna yuğurulup ketken. Demek Uygurlar mesela Ruslarning muşikul kurulmadaki güzellikini paydalanıp, özünün öylerini şimalda elbette yağış materyal köp, kışını işleş imkaniyeti zor, yaxşı materiallar köp. Çünkü bu öylerini ait güzel aldı mesela salalıgan, hem hatta bu Ruslarnikinden sel özleştirip, mesela pişayvallık şekillerini çıkarıp öylerini ait kürkem, hatta Ruslarnikinden mi neçesi güzel savetken. Demek Uygurlar imkan şarayet bostan, kolu ünervellik, binakarlık ait yaxşı görgen bildi. Pul tapsa, nayt körkem mesela pul olsa mesela restoranlarni kuruluşlarni bo'lsin, eng körkem yasaydi o restoranlarni, kuruluşlarni, mehmonxonalarni, demek güzellikni nayt yaxshi ko'rgan millat. Endi Budizm, abay siz deb o'tdingiz, Budizm davrini tilga oldingiz, nayt to'g'ri bo'ldi. Bunda insonlar eng qadimgi zamonlardan boshlab, Jirak qadimgi tarixlardan boshlab İnsanlar özünün oturduğun turmuş, yaşadığın üyden qaraganda ibadet xanlarını, meyli qaysıdın bolsun, açlarını zor kilemlik çoğun sağan. İnsanlar öz etiqat qılğan Xudaga, qaysıdın bolsun, şu Xudaga atap durup, şu öyləni, şu ibadet xanlarını, şu tavab xanlarını sağa vaqtda ibadet xanlarını köp nəblər, köp əmgək, Cık ecir sındırıp, uzun vakitte şunda alem şimul tasavvur insanlar hazır bazı burunqi tarihteki ibadet qallarını silish texnikasi qarab turib, qadimgi zamonda qandaq shuni salalig'an deb bir mo'jiza bo'lib ketganda, demak ular shunchalik o'zining shu xudosiga bo'lgan sevgi bilan shuni sağgan vaqtda xudoga eng yiqilishni o'ylab turib, qaysidan bo'lsin, ko'p mablag'dan sağılıb dunyoning nurg'un madaniyat çembereklerinde bir abidilik kuruluşlar var. Bunun bu Uygurlarda mı şunda kuruluşlar var bulup. Gerçi şu miladiden burunki miladiden keyinki devir, yani tahminen 1900'den 2000 yıl burunki devirlerdeki kuruluşlar. Ama dep öttü Uygurların öyünün adli öylerini kösettik, hamkesek öylerini kösettik. Şu öylenin adlilik qarab durup, masenetlen sıyıştırıp Muşlar bir millet mi dep oylab kalıdı. En millet abay dep öttüm. Bir millet nemiş qadingen vaqtda Uygurlar tabiatga sınıp yaşagan bilen nayet ilgar emniyette. Mana sanatning eng güzelini muşu kucha turpandiki Miran Kroran muşu qadimgi buddist devletleri deyli. Şu yerdeki muşu tam Mesela Taşkimir sanatı, güzellik sanat cihatta, güzel sanat cihatta, resimler cihatta, Hindistan'dan mı aldık ötketken güzelliği, Xitay'dan mı aldık ötketken, bulup şu devirde bizden vatan, yani Kucha, Turpan, Miran, Kroran, Buddha dininin merkezi aylangan. Bu sanatın hemini Uygurlar özleri sizip çıkan. Bu kuruluş, bunun yüzüdeki bazı müşahidatga oltindan chaplagan bo'lib, burungi vaqtlarda uyib yavagan, vaqtning o'tishi bilan furab ketgan, ranglar o'ngib ketgan. Agar shu davrda necha ming yil burun yangi sizib ranglari paqirab turgan vaqtni ko'rsak, ma sanatni hozirda nechasi juloliq ko'rindi. Bu bir naytdi. Uning ustiga rassomlik go'zal sanatmi vaqtning o'tishiga ergashib insonlarning texnikasi usudu. Yine bu sanatmi bir fan texnikaga o'xshash. İnsanlar anatomiya,
soya, rang degan ilmni o'rgangancha uni realistik rost o'xshash sizalaydigan bo'ladi uchun bir insonlarniki umumiy fan texnik seviyesini o'sishi erishib bu ilg'orlashadigan narsa rasm chizishmi inson 2000 yil burun bir necha yil burun mushu sizish texnikasi mushu anatomiya mushu rang mushu go'zallik qarash mushlarning masshtab buni maslashtirish layout qo'yish bularning hammasi nihoyat ilg'orlikqa vakillik qila oladi dunyoning eng ilg'or saviyasidagi rassomlik texnikasiga vakillik qila oladi demak uyg'urlar o'z qo'li bilan shunchalik madaniyatni shu davrlarda yaratgan mavu kuchodiki qizilmung uy qumtura endi bu qurilishlar qarasa nima uchun biz budda diniga e'tiqod qilgan nurg'un budda diniga e'tiqod qilgan millatlar ya'ni budda dinida mushundaq tavobxonlarni shiroq yerlarga insonlardan sal jiroq xoli shundoq yerlarga sog'an bo'lib bunda ibodatxonlarni insonlar shu yerga berib ibodat qilib qaytib keladi jiroq yerlarga soladi tog'ning bag'riga demak bu yerga qarab turib bu shu tog'ning ichiga uyib savatgan nurg'un bizniki ming uy shundoq ibodatxonlarimiz bor bular hozirgacha saqlanib qolgan yaqinqi vaqtlarda buzg'unchilik uchirgan bo'lsa-mu uyg'urlar islom diniga e'tiqod qilgandan keyin bu qurilishlarni buzib qilayotgan bo'lsa-mu ham bizning hozirgacha yetib kelmagan nurg'un budda diniga oid qurilish binokorlik asarlarimiz xarob bo'lib yo'qolib ketgan bo'lsa-mu qolib qolganlardan ham shunchaki qolib qolganlardan ham o'zimiz madinatimizning saviyasini bilalaymiz. Endi mavi kuchodagi subishi qizil qog'i turasi bu mush qurilishlar qarasak bu shu qurilma jihatda gran tosh emas pishiq xish emas lekin tabiatdan topib bo'lgan shundoq lay kesakdan yasalgan uy qurilma bo'lg'achqa agar shu ayni zamonda yangi vaqtida bek ko'rkam bek go'zal bir qurilish lekin bu tarixni o'tishiga ergishib shamol yalab shundoq xarobalikqa aylanib ketgan bo'lgan bilan millatda mushu agar asli holda bo'lgan bo'lsa ko'rkam bir qurilish demak bizniki bir boshqa millatlarga qaraganda grant toshdan qurilma soldiganlarga qaraganda bizniki madaniyatimiz shu o'z shakli bo'yicha qolib kelmaydi ya'ni shu vaqtni o'tishiga ergishib xarobalikqa aylanib ketib qoladigan ish bor lekin endi mushumu bizniki madaniyatimizning bo'lganligi nihoyat ilg'orligiga bu shunchaki ozroq bir xaroba qolib qolgan bo'lsa bizga isbot bo'la oladi biz madaniyat yaratgan millat ekanligimiz nurg'un millatlar shu dunyoda nurg'un millatlar bor nurg'un millatlar bor madaniyati yo'q millatlar biz shu dunyodagi eng chong madaniyat yaratgan millatlar rayonlar hindi o'rta sharq anandaki Xitoy hisobda madaniyat yaratgan millat shu millatda shu rayonlarga nisbatan bizmi shular bilan teng darajada yuqori hatto undan yuqori madaniyat yaratgan millat garchi bizningki qo'limizda saqlanib qolgan shunday qadimgi qurilishlarniki asli holda yo'q bo'lsa-mu shular hisobda yana isbotlab berib tura oladi ana bu turpanlik e'tiqod yarg'ol bezaklik turpan turpanning yana bir qadimgi atilishida e'tiqod turpanning ichida bo'lsa-mu lekin qadimda e'tiqod kuchani ko'san deganda e'tiqod deymiz qadimgi turpandimi shunday yarg'ol shahri bezaklik degandek shu budda diniga e'tiqod qilgan davrimizdagi nihoyat ko'rkam qurilishlar bo'lib shundan shunki yarg'ol qadimgi shahri bir shahar bo'lib bularmi shu xam kesakdan sog'al xudo hozirgi uyg'urlar uyiga o'xshagan xam kesak material bu shahar tashlanib qolgandan keyin shunda ko'rkam shahar vaqtning o'tishiga ergishib shamol yalab bu xaroblikqa aylanib ketgan endi mush shaharning tasavvuri masalan mush shahar hozir bo'lgan biz qanday ko'rinadi deganda ostlik rasmga o'xshash bu hindistondagi bir budda diniy yurt deyim mushunga o'xshab qoladigan bir shakl shunday egiz munarlar bor munarlarning ustini oltindan albagan nihoyat ko'rkam garchi biz islom diniga e'tiqod qilamiz bizning go'zallik qarashimiz bu ancha mos kelmaydi hozirgi nisbatan lekin bu bir san'at
bir arxitekturga nisbatan bu night ko'rkam bir qurilma bu. Bizning bu Yorg'ul qadim shahri tarixda shunday ko'rkam, bak chiroyli edi hamda vaqtning o'tishi bilan biz ishlatgan qurilish materialining ham kesak bo'lib qolgan sababi bilan hozirgacha saqlanib qolmagan, faqat xarobis qolib qolgan. Mau bir Yorg'ul qadim shahridagi bir munar tavapqab, munar o'xshaydigan munar. Emniyatda hozir shunday qolib qolgan shakli, emniyat tarixda shunday ko'rkam edi. Munarning parçası. Bize ikna yugan ha. To'g'ri. Endi bezaklikda bu kuchadagi mo'ngoyga o'xshash bezaklikdami shunda toshko'mir san'atlari qarasa noiti shu odamni noiti jonliq, obrazliq, rang, naqshatini ko'rkam sizgan. Shu o'rtaq madaniyat chambiriga hindi madaniyat chambiridan Budda dinini biz shu yerda qabul qilgan madaniyat chambiriga shu davrlarda biz shu chambirga tabiiy edikda. Endi mavu Miran Kroran bu xarobaga aylanib Turpan kuchalarda hozir insonlar Uyg'urlar davomli yashayotgan so'm, lekin Miran Kroran muhitning o'zgarishi bilan, qurg'oqlashish bilan bu shaharda Toshlandiq shaharga aylanib qolgan. Balki Miran shahriga to'riklansiz abay misol qilgan. Mana shunda bu qurilishmi ham laydan kesakda yasalgan bo'g'ashqa xarobaga aylanib ketgan. Amaliyotda siz abay degandek agar mush qurilishlarning naqsh ko'rinmalaridan agar tarixda bo'lsa nihoyat go'zal ekanligini bizning qanchalik binokorlikda yuqori saviyaga yetganligimizni isbotlab beradi. Mayli bir yog'och o'yin bor bo'lib, hozirgacha mushkil yog'ochlarni biz uyib uy qurilmalariga ishlatamiz. Bu Kroran davlatidagi qurilishda ishlatgan yog'ochning parchasi qilib qo'ygan. Shunchalik naqshlarni ishlatib, hamda bu qarasanglar hozir ancha ko'rkam emas, lekin bu tarixning o'tishi bilan qurib, chirib güzellikini sal yo'qotgan amaliyotda yangi vaqtida ma degan nihoyat yuqori naqshlik bir xarobaga aylanib ketgan nihoyat afsus. Shunda xarobaga hatto bir tog'mu qurilishni begilmaydigan darajada shu qum, havo yalab mushtaq o'zgarib mushtaq bo'lib qolgan, xarob bo'lib qolgan. Lekin boshqa millatlar, masalan Yevropadagi yoki boshqa shundaq beton grant tashlarini sağan qurilishlar, masalan Gretsiya, Afinadagi qurilishlar hozirgacha bor necha ming yildir noy ko'rkam holatda turdi. Lekin bizningki ulardami go'zal bir qurilishlar bo'lsa-mu tarixda, lekin muhit vaqtning o'tishi bilan shunday xarobaga o'zgarib ketgan. Bu afsuslanarli ish. Lekin biz bularni qo'g'diyamidik. Vaqti-vaqtida agar qarab, buzilgan yerni tuzab turgan bo'lsak, boshqacha bo'ladi ham. O imkoniyatimiz bo'lmadi. To'g'ri deydigan, masalan biz unda desak bo'lmaydi, lekin biz islom diniga kirgandan keyin biz Budda dinini tashiyotdik. Agar biz hozir Budda diniga e'tiqod qilgan bo'lsak, balki bu qurilishlarni texnik ko'rkam saqlab hozircha eklashimiz mumkin. Budda diniga islom kirgandan keyin biz Buddani tashildik. Budda davriga qurilishlarni tashildik. Xarobaga aylandi, qadrlamadik. Albatta bizning u davrlarda madaniyatni qadrlash, huquq yo'q din hozir zamonga tasavvur qilmaydi, burungi zamonni. Tashlandi, burungi madaniyat bo'lib qolib qoldi. Shuning bilan qo'g'diyamidik. Ammo yaqingi zamonlar kelgan vaqtda qo'g'dash engimiz kuchaygan bo'lsa, bizning sharoitimiz yo'q. Xitoy bizni qo'g'dashga yo'l bermaydi deb qaraymiz. Mana qarasam, mana bizniki shu davrlardagi ma'lum toshko'mir san'atlarimiz nihoyat ko'rkam va shu Miran hozirgacha davomlashmagan qum ortida qolib qolgan bu shaharlardan qizilgan san'atlarimizningki nihoyat 2000 yil burungi san'atlarimiz qanchalik taraqqiy qilganini ko'rdi. Hatto Parishga qanot sizish. Shu qanot sizganka, buni ko'rgandim, haqiqatan hayron qolgandim. To'g'ri, bu endi madaniyati bilan qadimgi shu Grek madaniyatimi, lekin Mesopotamiya bu qadimgi bir nima deymiz, madaniyat yaratgan ishkin daryovatdagi madaniyat eng qadimgi madaniyat shu yerdan paydo bo'lgan nurg'un madaniyat. Shu davrlarda insonga qanot sizdigan qanotli insonlar farishtaga simvol qilib qilgan. Shuningdek bizmi shu o'xshash davrda, parallel davrda bizning madaniyatimiz shu madaniyatlardan kelgan bo'lg'achqa ham birlashgan bo'lg'achqa, madaniyat chambirimiz bir bo'lg'achqa, bizningki san'atlarimiz qanotli farishta, qanotli odamlarningki suratlari bor. Nihoyat uzun tarix, shu tarix necha ming yil burundan tortib biz o'zimizning g'arb tarafidagi madaniyat chambirida ekanligimiz
Her qanday tariximiz necha ming yilga sursin yoki hozirgi vaqtgacha ekansin, bir tal madaniyatimiz sharq madaniyat chambrigiga kirib boqmaganligini nurg'un moddiy isbotlar bilan shunday ko'rsatib beradi. Bo'lib binokorlik, san'at buni texmi ifodat ko'rsatadi. Endi bir saatni açtık, İslamiyet'e emdi geldik. Şu an, bak, tez ötedik yana. Ben de sözlep sizge vakit beğenmedim, sözü. Yo'q, asli siz so'zlashingiz kerak. Ama nayt yaxshi narsani da'vatsiz. Davamlaştırayım ya? Davamlaştırın. Jakmı qamı diye, ben 60-90. İslamiyet'e geldik emdi. Kögüçüler mi, kim kızık dep oylayman. Evet. Emdi mavu yo'g'antib kelsa, bizningki emdi islom Buda dinli diken emdi biz islom diniga e'tiqod qildik, nihoyatda go'zal din. Ham bu Buda diniga o'xshash bu madaniyatni islom dinidan bizga texim ko'p madaniyat kirdi. Albatta din yine din ijod qilmaydi. Din paydo bo'lgan makonda ash makonning madaniyati kuchli bo'lmasa, u makonda din bo'lmaydi deb tushunsak bo'ladi. Bugün dünyadaki İslam dini, Budda dini, başka nurgun dinlar medeniyet şu devirde en taraqqan joylardan tarqalgan. Demek bir millatning medeniyeti din bilan texmi ko'tarilgan tarixdan buyon. Bizning tariximizda dünyadagi ikki cho'ng din, Budda dini, İslam dini oqidan qabul qilgan, ya'ni 2000 yıl jarayonida har birisini 1000 yildan davomlashtirib 2000 yil ikki cho'ng dinni o'zimizga davomlashtirgan millat bo'lishga ishongan. Bizning madaniyatimiz shu madaniyatlarningki madaniyat chambergi ichida ko'p taraqqi qilgan, yuqori bosqichga chiqqan. Bu qarsa bizning kamda bu yerga men amal bor eng ko'na qurilishlarni ishlatdim. Eğer bunun ko'rkam nadi chiroyli masjidlar bor, lekin men mushlarni ishlatdim. Mavu yakandagi eng ko'na masjidning birisi jama. Mavu Apag'o'ja mazarining yenidagi qadimgi bir masjid jama. Va Kuchodagi xonqa masjidi bu nadi uzun tarixga ega. Mushlarning hammasi qarasak, nadi ko'rkam, naqish, qurilma, kelsa ko'nroq bor. Lekin hamda yuqori arxitektorlik san'at texnika talab qilib selingan qurilishlar. Hamda mavu texnik ko'rkamlashtirish qanday chiroyli bo'lsa, albatta biz Allohning uyi bo'lgan masjidni nayt ko'rkam, nayt chiroyli boshqa o'zimizning qo'shni rayonlardagi millatlarningki o'zlarining masjidini sog'an qanchalik kuchaygan bo'lsa, biz shunday kuchab turib nayt ko'rkam soldik. Bununla işletken materyaller xish, chaqchuq, yani chini xish, gaj, yog'och oyma, naqqashlik hamma san'atni qo'llandik. Qarasam, munarlardagi qish oyma san'ati, peshayvonning to'g'risidagi ko'rkam naqshlar, mihroblar, to'riklardagi oymalar, yana navo oymalar, munarlar. Ranglar ajoyib ranglar. Elbette nayt ko'rkam. Endi yana madaniyat chambergi pek muhim. Biz o'zimizning nim madaniyat chambergi tavalligini bilsak, madaniyatimizninki tadqiq qilishimizga nayt cho'ng foydasi bor. Mavi Erondagi Ali Kapur ordusi bo'lib, bu orduning qurilishini Uyg'urlar qurish bilan hech bir farqi yo'q. Bu nimaga biz tavada biz islom diniga e'tiqod qilamiz, bir madaniyat chamberga tava, sening mening deb farqi yo'q, biz bir madaniyat. Bo'g'ashqa bizning qurilishimiz, binokorlik qurilishimiz, go'zallik qarashimiz yana mushu. Mavul yakandagi xon ordusiningki darvozasi o'xshab qoladi. Balkim yakan xon ordusi mushunda ilhom olgan bo'lishi mumkin. Yana bunday narsa bor. San'atda, loyilashda yo'qni paydo qilmaydi hech qanday. Bu san'atning bir ilmi, ya'ni loyilashning ilhom oladi. Inspiration bo'ldim.
bir sanat paydo bo'ladi. Yana bir odam yoki yana bir millat uni yana bir xil shaklga o'zlashtirib o'zini qiladi. Hargiz tuyuqsiz birini paydo bo'lmaydi. Xuddi mashinani ko'z oldimizga keltiraylik. Mashin eng paydo bo'lganda tichoqlam bir xodikarni Yevropaning arvisidanki mashinga aylangan. Yillar o'tishiga ergashib, hozirgacha oldingi modeldagi mashina kelarki modelda ozroq o'zgaradi. Boshqa mashinlarmi yana bir mashinani o'ziga o'zlashtirdi. Demak, bu san'at shu. Yana oldingi narsani keyingilar ozroq o'zlashtirib o'zlashtirdiki, tuyuqsiz bir yengini paydo qilmaydi. Demak, Uyg'urlarning o'zining binokorligi yo'q. Bu nimashqa O'rta Sharqning, Hindining narsini ishlatib o'zining binokorligi yo'q-ku. Bizning madaniyat yo'q. Biz faqat ko'chirmakash deysi bo'lmaydi. Madaniyat degan shu. O'zlashtirdi, o'zining qildi, qo'llanadi. Amki yillar o'sishi bilan o'ziga xos bir uslub yana o'ziga xos nimani chiqardi. Gerçi nayt o'xshash bo'lsa-mu, bunun farqini bilgi bo'ldi. Uyg'urning Uyg'urcha, Farsning Farscha bo'ladi. Lekin umumiy shakldan, go'zallik o'lcham shakldan o'rtoqlik bor. Uyuqlar, tekchilar, bu Eronmi, albatta Hindi, madaniyat bizga ta'sir qilgan bularmi, tarix ta'sir qilgan bularmi, bularmi Arab Fars nima deyotgan birga biz shuni tabiiy shuni bularning yog'och qurumining to'riklari bizning Qashqardagi yetqacha emasligi yoki apaxo'ja mazarki hozir uylarga ishlatadigan to'riklarniki qurimiz o'xshash mikroblar hammasi bor. Biz bir madaniyat chambiriga va endi oxirlashib qoldi. Zamonimiylik bilan milliychilik birlashtirish, Uyg'ur binokorligi yoritilgan yangi taraqqiyotlar. Abay dedi, Uyg'urlar pul bo'lsalam, sharoit bo'lsalam, binokorlikda gap yo'q. Raus taraq qildirdi deydi. Bulib mana shu yaqin 2000 yildan keyin shu Uyg'urlarning pul kirishga boshlagan ekan siz degandek, agar biz sharoit bo'lsa, shunda Xitoydan keyin ismi aslida shunday taraq qildik. Agar bizda sharoit bo'lsa, nim quytalaydigimizni o'ylab yetamaymiz. Nim qanday bo'lishini sevitlaydi. Hozir shu shunchaki chekli sharoitdimi pul topganlar odam nayt ko'rkam tomorasini ma'nosari mushin için layligan vallahi ben afiyet layligan ma qaysi men o'qidim bu bir restoran ekan mushunda ko'rkam uyg'urlabgan ma bu bir masjid ma bir restoran bak necha million pullarni xarjlab turib shunda ko'rkam sağlam boshqa millatda bunda qilib ketmaydi. Amerikada yashayotgan Amerikaning restoranida kirsak oddiy. Biz güzel san'atni yaxshi ko'rgachga, san'atni shu binokorlikda, zinnatlaşdan naqashlikda ko'rsatilgan millat bo'lg'achqa, biz uy sharoit bo'lsa dunyodagi eng ko'rkam qurilishlarni silishga intiladigan millat. Yine o'zimiz eng yaxshi ko'rgan puroq bo'yicha, tam bo'yicha uy soladigan, qurilish soladigan millat bo'lib, shu qurilishlardimi yana yaqinqi zamon kelgan chog'da milliycha bilan zamoniylik desakmi, yeni zamoniy emas. Zamonaviy desak Yevropaning yoki Yaponning yoki boshqalarningki zamonaviy talabi emas. Bizningki zamoniyimiz shu. Bizning zamoniyimiz hashamatlik bo'lishning darajasi ishish, oshirish, yangi materiallarni ishlatish, yana qurilma tam puroq jihatda yana o'zimizning xosligimizni hargiz yo'qotmaslab, o'zlashtirishda Yevropanikini o'zlashtirib qo'yamiz, Arab Farsni o'zlashtiramiz. Demak, qaysi madaniyat bizga mos keladigan bizga singadigan, bizga tushadigan, programmamiz o'xshashib qolgan madaniyatni o'zimizga singdirsak, go'zal bo'ladiganini tanlab ishlatamiz. Agar mush singmasa, mos kelmasa, bu qurilish shunday go'zal bo'lmaydi. Tuyuqsiz mush qurilishga Xitoyningki bir shaklini qo'shib, Yevropaning bir qurilmasini qo'shib, uni qo'shib, juplab qo'yib bir qurilish bir slaydisin, dunyodagi eng saf qurilish bo'lib qoldi. Uni xalqqa madaniyat ekaplab ulab qo'yilmaydi, mos kelmasa. Her bir naqish, her bir oyma, gül nusxası bir-birisini ichki singishish kerak. Üç burchak qurilmalar bilan yong'ilab qurilmalar akaplab kirish surat qilmaydi. Uning nisbati qurilmasi bo'yicha singib tushish kerak. Andan keyin bu go'zal bo'ladi, ham xos bo'ladi. Shunday bizning har bir qurilishlarimiz, garchi boshqa bizga yiqilishgan madaniyat chambiridan tanlagan bo'lsak-mu, o'zimizga o'zlashtirganda texnik go'zal holatga ekilarimiz. Masalan,
şu Tomara Sarayı'nın işini Avrupaca hem Uyghur binakarlık uslubun ba, Arap barısının ba, birleşkendikin nayet körkem üzgüç bir kuruluş olan. Yukarı tekniklerini talep kılan. Endi tügüdi asasen. Endi bizim en ahırki ilkinçlik akval, gerçi şunda güzel medeniyetinin ilgisi olsak mı, Xitay hükümeti Uygurlarınki şu özgü xas medeniyetini, tilidin başlap dini hem binakarlıkın öz çıkarğanda hem beni yokutuş nişanı da adırgıca benim tədqiqatım boyunca 10 mingda 15 minggacha masjid, başqa ibadat o'rinlari ham islom qurilmasidagi, ya'ni o'zimizga xos binokorlikdagi cho'ng qurilishlarni chiqib o'tdi. Nayt afsus, bulardan ma dokladda hozir yangi bat ichildimi, ichilmadi? İçilmedi. Ko'rindimi? Ko'rinyapti. Nemini ko'rsatganimiz borki, bir buvay nemini bir vayron bo'lib ketgan uyning ichida. Shunga. Hozir bir yangi doklad bat ichildi ya. Ya. Ya, andasmi? Manandan afsus, men vaqtni tejash uchun uni ochmay bo'ldi. Shu bo'yicha davomlashtiravering. Bu bizning qurilishlarimizda naytda ko'p qurilishlarimiz Xitoy hukumati chiqyapti. Mesela şu resim bir simbol, Uygur'un bir uyu çıkıp, şuna güzel abay koygan güzel qurilishlarni, uylarni, o'ltiraq uylarini chiqib etdi, peshayvalarni chiqib etdi, konlarimizni chiqib etdi, nurg'un uylar, Uyg'urlar amalsiz o'zining eng so'ygan shu go'zallikni, nurg'un pul xarjlab sog'an uylarini chiqib etdi, amalsiz qarab turishga bunun boshqa amali yo'q. Uyg'urlar o'zining masjidlarini ko'rkam güzel soldi, bo'libmi Mişi yaqinqi 80-yillardan keyingi Uyg'urlardagi o'z oldiga savdo qilib pul topa oladigan sharoit bo'lgandan keyin topgan puliga masjid soldi, sog'anini nayt ko'rkam soldi, nurg'un pul xashildi, nurg'un xalq o'z iyoni badi masjidlarni, oxir masjidlarni ko'rkam soldi, ham nurg'unlari chiqilib ketdi. Garchi butun masjidni biroq chiqib ketmagan bo'lsin, bu son nayt ko'p. Bu son 10 mingda 15 minggacha persent bo'lgan chog'da 40% yuqori yoki undan ko'p biz uni to'liq sonini chiqara olmaymiz, chunki biz sharoit yo'q. Shunda ko'p qurilishlar, masalan, Keriyadagi cho'ng jami 1000 yillik tarixi bor, shuning eng ko'rkam qismini chiqib o'tdi. Andan keyin Qog'liq jamoasini chiqib o'tdi. Uning bu oz deganda 600 yillik tarixi bor. Nayt ko'rkam. Yine bu bizdeki en güzel qurilishlarni abay dedim, tabiatning sababidan xonavayron bo'lib ketgan bo'lsa, endi biz o'zimiz asrab kelayotgan necha yuz yillik, hatto necha asrlik qurilishlarimizni endi biz saqlab qolgan bir madaniyat simvolimiz bo'lib qolsin deb shularni yaxshi ko'rib, faxrlanib kelayotgan bo'lsak, uni chiqib o'tdi. Biz buni ishdan to'ldirg'ul bo'lmaydigan bir yo'qotish bu. Bunu saqlab qilish uchun biz nimalarni qilishimiz kerak ukam? Haqiqatan hamda bu yerda biz Uyg'urning izini yo'q qilishga hamda bu yerga butunlay o'chirib tashlash. Shuningga tirishyapti-da hamda. Biz buningga cho'qim siz deganga o'xshashni aytib madaniyatimiz boyo'g'ashqa yo'qotishda oson bo'lmaydi. Yo'qotish oson bo'lmaydi. Shuning uchun biz nimalarni qilishimiz kerak bu binokorlik madaniyatimizni saqlab qolish uchun? To'g'ri. Bu yerda birinchi narsa binokorlikda o'qishimiz kerak. Yine binokorlikda bizning Uyg'urlarda hunarvan, naqqosh, usta, tomchi ish odami ko'p, lekin binokorlikni kasbiy o'qigan odam oz. Demak, binokorlikni kasbiy o'qisak, buni tadqiq qilamiz. Buni tadqiq qilsak, dunyoga ko'rsatamiz. Buni qo'g'dash kerakligini biz xalqlarningki yordamini ola olamiz. Birsi binokorlik tadqiq qilsak, binokorligimizni Xitoy chiqib o'tsinmi, buni asosli güzellik qismini biz saqlab qola olsak, ya'ni Xitoy qurilishimiz chiqib o'tsa, biz tahlil qilib salsak, burunqidek bo'lmasi mumkin. Agar biz binokorlikni o'rgangan bo'lsak, mushni saqlab qola oladigan holatda
onun layihasini, güzellik nimesini öz xasligi bo'yicha saqlab qolgan bu bir yuqori tadqiqot temasi bo'ladi. Uni qila olamiz. Qurilishimizni birisi o'rganish, ya'ni shu binokorlikda o'qiydiganlar ko'proq bo'lishi kerak. Chet elga chiqqandan keyin bu binokorlikda o'qiydigan qarindoshlarning ko'payishini umid qilaman. Vatanda bo'lsa-mu, bizning nurg'un loyihachi, shunday qurilish binokor arxitektor qarindoshlarimizniki davomli, garchi hozir Xitoy ularga cheklama qo'yib, o'z xosligimizdagi qurilishlarni, masjidlarni sog'ilib qo'ymasimi, loyihaga qo'ymasimi, ularning shu texnikasini yo'qotmay, shu muhim qarindoshlarimizning turmalarda yoki lagerlarda g'oyib bo'lib ketmasligimizni umid qilamiz. Ular biz uchun muhim kishilar binokorlikda. Bu bir qismi. Yana bir qismi hamda dunyoga deyishimiz kerak. Qolgan masjidlar bor, yana qolgan qurilishlarimiz qolib qolgan. Ular buni tabarruk. Agar biz harakat qilmasak, u masjidlarni chiqib o'tishi, u qurilishlarimizni yo'qotib o'tishi, hatto butunlay tub-tuz chiqib o'tishi mumkin. Hozir Xitoy hukumatining qilayotgan ishi Uyg'ur mahallalarni chiqib, ko'p, zo'r ko'lamli mahallalar. Men bir tadqiqotimda Kuchanikini ishildim. Investigation olarak aşı jipçini tip durup hesaplab qancha ekanki qarab bo'lib ketganligini Uyg'ur mahallalari butunlay degidek ba'zi yurtlarda chiqib o'tdi. Chiqib o'tishga sabab faqat bizning aşık abay ko'rib kelgan go'zal bizga xos madaniyatniki quyuq madaniyatniki bir parchasi binokorligimizda yashayotgan millatni chiqib to'rt parcha chos shaklli ham radlik silingan. Ya'ni radlik deganda odatda tabiiy bo'lganda go'zallik tabiiylik deb bo'ladi. Biz o'ylaningki egiz paka o'ng so'l shakl bo'yicha sog'an nurg'un mahalla bor. Shu go'zal. Agar bir mahalla kirsak to'rt chos yo'llari tub-tuz, oyoq mansimi tuz, oyoq mansimi tuz, mana shunday qurilishlarni sifatida unda go'zallik yo'q. Unda muhit yashagan Uyg'urlar o'zininki xuddi lagman, polo, kebabni yegizmay kunda shu to'van energiyalik, ya'ni qo'saq to'ymaydigan energiyasi yo'q, aqlab yemeklarni, tilg'i tetamaydigan ta'mi yo'q, tuz yo'q yemeklarni zo'lab yegizgan bilan barobar. Uyg'urlar o'zini suydigan shu puroq, go'zallik naqshning ichida o'zining rahat güzellikte yetib turib yashaydi. Madaniyatning quyuqligini tetiydi. Aslında madaniyatda rahat, psixikalik jihatdan aşı Uyg'urlarni xo'shal qila oladi. Agar Uyg'urlarning uyini ayta chiqib deb, chaqsa ashunda yerda yashashga majbur bo'lsa, o'zining turmush shaklini o'zgartirsa, u degan Uyg'urlarni panish, qiynash, jazolash baravar degan. Uyg'urlar uylarini aslında chiqib bordi. Shu bizning qilgan ishimiz, bizdagi shu madaniyatimizning bir parchasi, eng muhim parchasi bo'lgan binokorligimiz, ya'ni shu islom qurilishiga bir ming yilda yog'i biz qo'llanib kelayotgan, ham biz o'zimizga o'zlashtirgan o'ltiraq uy bo'lsin, masjid bo'lsin, o'zimiz so'ygan shu go'zal binokorlikni saqlab qolish uchun garchi hozir bizlarga genocide devatimiz, genocide'ni xalqaralashtirdik. Bu yana bir jihatdan bizning madaniyatimizmi genocide bo'lyapti. O'xshash genocide. Odamninki hayotimi muhim, ham abay deganda bir millatninki madaniyati muhim. Ham texmi muhim bo'lib, biz kelgusi Uyg'ur bo'lib tura olishimiz, hozir qanday Uyg'ur bo'lsak, bu shu madaniyatni davomlashtirib, texmi yuqur palliga chiqarishimiz, xuddi abay ko'rdik, Uyg'ur binokorlik qancha taraqqi qildi bo'lgancha, sharoit bo'lgancha, biz shu davomlashtirish yo'lida, shu nishon, shu o'lchamda minishimizga imkoniyatni hozirlashimiz uchun hozirgi shu madaniyat qirg'inchiligini, ya'ni qaysi xil madaniyat bo'lsin, ya'ni muzika, adabiyot, folklor, bizning tilimiz, binokorlik, go'zal san'at, muqam hamma madaniyatimizni saqlash uchun nurg'un ishlarniki harakat o'tishi kerak. Nurg'un ko'p harakatlarni qilmasak, madaniyatimizni, agar bizning harakatimiz kam bo'lsa, Xitoy butun madaniyatimiz bir qurtsa, endi bizning kelarki avlodlarimiz
biz yaşagan o muhit emas, başka muhitde yaşap bolgan için bizning aslımını siyah qilish naytli asan tez bo'ladi. Bizga o'xshash Uyg'urninki go'zallikni suydigan bunda bir madaniyat necha ming yildan taki davomlashib kelayotgan shu madaniyatni saqlab kelayotgan millat emas, mashinalashgan, robotlashgan, mushundaq madaniyatni chiqarayotgan bir muhitning ichida yashagan avlodlar bir necha avlod davomlashsa, biz naytli küçük hem mankurtlaşkan naytli medeniyeti çekinip ketken bir millet olup kalmaz. Şunun için bu medeniyet mübeh naytli mühim. Binakarlık şunun birisi. Şunun için ben özüm binakarlıkta okuyan, söyleyen bu kalım için, şu mescitlerini saklaş için, yani kulum kildiğince iş kıldım. Neticesi Allah'a şükür naytli çok netice, yani tesiri kılı köp oldu. Muşun sebebinin nurgun dokladlar, nurgun haberler, hatta hükümetin, Amerika hükümetinin dokladları kırızıp Uyghur meselesi mi? Tunutuşun aydı çok köp oldu demiş. Yani biz kılaladığımız, çetada kılaladığımız şu. Bence şaklaklı şu. Rahmetkan, siz hakikaten tuncu bulup meçitlerin, camilerin çekilişine münasebetlik haberini işleyenini siz de oylayma. Nəhayət yaxşı işlərini qıvatsız, izlinivatsız. Uygurizm.com degan özünüzün açqan bir nemeniz var internetdən. Onun da nəhayət yaxşı nərsələrini oturup qoyuvatsız, izlinivatsız. Sizə oxşaş yaşlar bizim ümidimiz əmdi. Binakarçılıq bir millətin heykeltıraşlıq, nəqqaşlıq, rəssamlıq, oymuçılıq muşu sahalədə əmdi kemalet yetkenligini köstədik. Bolup mu Uygur binakarçılığı nəhayət kemalet yetken de qarayma əmdi. Kemalet yetken bir sənət bilen birleşip ketken bir medeniyetimiz. Bizden maddi medeniyetimizden en mühim belgelerinin ki birisi. Uygur binakarçılığının hazır əmdi bir şey kelgen günlerini baysiz dep ötüp kettiniz ama siz degenge oxşaşla biz başka bir medeniyet çemberide boğallığımız için hem de Xitayning bizni yok qilib o'talishi bunchalik asanlık toxtamaydı. Lekin bizning tirikçanlık göstərişimiz gerek. Bizning avazımız qancha köp çıksa, qancha köp adamga dünyadaki insanlarga bildirib bu davayimizni anlat alsak, shuncha tez özümüzü qoğdab qalmız ve shuncha yaxshi özümüzü qoğdab qalmız deb o'ylayman. Ondan başqa siz degenge oxşaş her bir medeniyetning nurgun bizdeki tadqiqatçılarımız tarafidan her bir medeniyet amilininki tadqiq qilinishi kerakkancha siz dedingiz bizning to'nib yetishimiz kerak. Bunun texnikasini, metodini cho'qib bilishimiz kerak. Qanday qilib shunday qiladi, ularni biz qoldirib ketishimiz kerak, yezishimiz kerak. Shuning uchun bu sohalarda cho'qim bizdan Uyg'urlardan yetishib chiqish kerak. Yosh tadqiqatchilar yetishib chiqish kerak. Nurg'unlarımız yani okuşumuz gerek. Nurg'un bizden kılıç tegişlik işlerimiz bekmi köp. Nəhayət yaxşı söhbət oldu. Bugün bir yarım saat yaxınlaşdı. Hem de bir sual barmayada, bir neçə sual var kılıdı. Bizim gilqi tikdörtgen yoğan kesek bilen silingan öylerde üstüde kigis silip issiq bazı yatıdığan oçuğuba, supula. Bu hilik kan dep mi atayımız? Bu başka milletlerde var mı? Fakat Uygurlarının keşfiyatı mı? Degen bir sual var ki. Pek yaxşı sual oldu. Kan, bu biz supa deyimiz, lekin bazı dilde kan deyimiz. Bu kan otur tuzlanlık ki Xitaylarda bu var. Bu Xitayların emas, Uygurlardan Xitaylar özleştirip algan. Lekin onu supa deyimiz. Biz supa nima o şekilde ise abi biz dedik çidir öde yaşayotgan vaqtimizda biz yani palas silip aşağıda yani sert kötürüp topu bilen. Çünkü yerge bir vasıta kısa nem buludu. Şu an adrak kötürüp topularını yığıp en üstü kiles palazlarını silip oturgan başka. Biz oturak özgergendeki bu yani şu kurulmadaki kötürülgen supunun üstüne yetişini biz adetli şekillendirgen. Anki ön ısıtış için hem de supunun içine meştin is ütüdüğün qat ısının ısıqlığı bilen bu degen şu devrinin para hesaplandı. Xeyli jupur texnika, mən şu vaxt oylandım. Aşı is bilen isteydi o toğra degeniniz. Şu bizden nərsədir. Supa deyimiz. Supa de burun işletken. Hatta Uygurların oturup şeklimiz badaşkanı kurup oturmayız. Bu İslam dinini etiqat qılan emas. Bizden burun kim
chorvachilik ochiq davrimizmi o'tdag'ani batashqon qilib o'tirmizda. Biz Xitoyga o'xshab o'rindiqning ustida o'tirgan millat emas. Safada o'tirgan millat emas. Xitoylar Yevropaliklarga o'xshab qolgan yeri o'rindiqda o'tirdi. Supada, karvatda o'tirmaydi. Biz o'zimiz o'tirgan qurilmamiz asosan supa yoki keng karvatning ustida o'tirib qisqa putliq ustalda shunday tamoq yeydigan, yiziqchilik qilgan qanday ishlarimiz bo'lsa, shuni qilgan işte qurilmamiz o'zgarmagan. Çünkü bizning shu burungi chorvachilik davrimizdan hozirgi zamonaviy qurilishlargacha biz supada o'tirishni yaxshi ko'ramiz, qisqa putliq ustalda o'tiramiz. Agar o'rindiqda ustalda hamda qilgan narsa u bizning madaniyat chambaragimizda yo'q aslida. Yo'q, to'g'ri. Undan keyin xarobaga aylangan danglik binolarimiz qaysilar deb yana bir savol qahar bor etgandim. Xarobaga aylangan danglik binolarimiz qaysilar? Xarablık aylangan dağlık binalarımız bizningki şu xarablık aylangan Meran, Kroran, şu Subishi, anandaki Turpandaki İdikut şu qadimki shahar xarobalari bularning hammasi amaliyotda vatanimizdagi sayohat markazlari. Biz buni hammamiz bilamiz shular. Endi Taklimakon qumlig'ining degan bir sirliq yer. Bu Taklimakon qumlig'ida bizdagi topmagan shaharlar yoki qurilishlar bo'lishi mumkin. Deb bayqamagan qum ostida ko'milib ketgan. Bu degan necha ming yillik insonlar yashagan yer. Demek bizde bayqamagan madaniyatlar ko'p bo'lishi mumkin. Shu xarobaga aylanib ketganlarning abay amin tilga asosan epotdi. Islom diniga e'tiqod qilgandan keyingi qurilishlarimiz hamda xarobaga aylanmagan, chunki biz dinni davomli ulab kelganligimiz uchun, qo'g'dab kelganimiz uchun qurilishlarimiz bor hamda Xitoy chiqib xarobaga tuzlavatdi-da. Ming yillik qabri degan bir millatga nisbatan eng qadimgi joyi bo'ldi-da qabr. Xitoylarning buzg'anlarini deyman deydi qahar baratgan. Xitoylarning buzg'anlari tarixchida hamda tarixchi akimiz nurg'un misollarni oldi. Endi naq maydon kelgan vaqtda endi xaroblik aylanib qurishlardan o'zim qancha misollarni olib qilsa bo'ladi. Endi men asosan bildigan xili ko'p misol katta rasmlar bilan chiqdim buraya. Mesela xarobga aylangan desak, Urumchining 5 bor shahri xarobga aylanib ketgan. İşte çekip bardık o. Şulardan. Sizce hem de çekilgen camilerimiz ya ki çoğun binalarımız. Şu çekilgenlerden şu her bir yurtta mühim mescitlerini yok dedi. Nurg'un mescitler yok hazır. Fakat sayohat merkezi uchun bir qancha mesjidni yeb qo'ygandek. Ko'p rahmat ukam, bugun yaxshi ma'lumot berdingiz. Binokorlik bilan munosabatlik, binokorlik moddiy madaniyatning bir parchasi. Binokorlik hamda Uyg'ur xalqininki haqiqatan yaxshi zamonlarda iqtisodning gullangan vaqtlarida nurg'un san'at asriga o'xshash binolarni qilganligini ko'rdik. Endi hozir ozroq sharoit qo'lga kelganda yaxshi buni taraqqiy qilishga tirishdi. Siz deganga o'xshash bizning madaniyatimizga qarata bir xil osh qoldiqchu bir mezgillarga butunlay madaniyat inqilobi dedi, onu dedi, bunu dedi, shunday qilib biz o'zimizning yashaydigan yashashga tegishli bo'lgan madaniyatimizni yashay olmay qoldik. Hamda keyingi vaqtlarda ozroq bir erkinchilik bo'lganda shunga biz yana har jihatdan faqat binokorchilik tilla emas, nurg'un jihatdan yana o'zimizning boyligimizni qazishga shuni yashashga tirishdik, ammo lekin endi hozir butunlayliqi vahshiylarcha butun qotida hamda butunlay Uyg'ur xalqini supurib yo'q qilishga tirishyapti hamda bu menga amalga oshmaydi. Siz deganga o'xshash, chunki buning yildiz bekmi cho'nqur, bu madaniyatning yildiz bek cho'nqur, uning ustiga siz degandek cho'ng madaniyatlarning kelib qaynashib ketgan, shu madaniyatlarni o'zlashtirgan shunday bir tarifimiz bor. Shuning uchun bu endi biroz ta'sir bizni butunlay yo'q qilish tez, ammo o'zimizning tirishchanligimiz shart. Bu jihatdan tirishchanlik ko'rsatishimiz kerak, uni saqlab qolishga kuch chiqarishimiz kerak. Ko'p rahmat. Endi oxirgi bo'lsa endi boshqa gap yo'q. Qarindoshlarimizninki anglab bergan rahmat.
Ben özüm arzuyum bir arxitektor bulup dağlık kuruluşlarını laylaş nişanım var idi. Amerika kapşu işini kılmada koyduğum. Lakin turmuş şarait arkadaşlar maskeme özüm hayat üçün özümneki tapalıgan yaxşı kolundan alaydıgan kesip davamlaştırdım çünkü o şarait olmadı. Lakin binakarlıkni söyledik üçün, sanatni söyledik üçün bu Uygur binakarlığını Amerika'da turup bolsunmu texmi ehmiyet berip kelgen üçün moşunda emgektin birini çıkara aldım. Vatanda binakarlık tarixçilerimiz, binakarlık tarixini yazgan tarixçilerimiz, başka medeniyet folklor yazgan tarixçilerimiz türmelerde. Ular yazış imkaniyeti yok hazır. Ularınki şaraiti yok. Ularning davamlaştırgan tadqiqotlar qapqagan. Hem de chet elde bizde şarait bo'lgani uchun özümüzni tüven çağlamay, dağlık alimlar, professorlar, tarixçilarning qiladigan ishini biz temtilab bo'lsa-mu, ömülab bo'lsa-mu, aşlarının izini mağmasak, medeniyetimizni davamlaştırgan adamlar yok. Şuna hem adam özünün qo'ldan kelishcha darajada tadqiqot qilish kerak, izlanish kerak, yozish kerak, tunishish kerak deb qarayman. Doğru deysiz. Köp rahmet ukam. Bugün biz Uygur binakarcılığını sanat bilen birleştirip söz bulduk. Köp rahmet. Behram Sintaş ukamıza köp rahmet. Keler yakşembe Xudayım birisi yana bir tem bilen huzurunlarda buluşturuşuma közünler ve kulunlar bizde olsun. Allah'a emanet. Dahvasa hoş. Xudayım emanet. Allah'a emanet. Rahmet eder sizge. Vaxtınızı aldım. Sizge de köp rahmet. Fırsat verdiniz. Bizni köygen, bizni anlığanlarımı köp rahmet. Köp rahmet arkadaşlar. Ben üzü ettim de olsa.